Fa imma tarayanna minal bashari ahadan faquli inni nadatu lirrahmani sawma falan ukallimu al-yawma insiya. Tug'di va bolasi bilan Banu Isroilga qaytib keldi qavmin oldiga. Alloh taolo aytadi, agar sizdan biror bir kishi biror so'zni so'raydigan bo'lsa, siz aytingki ishoralar bilan men Rahman uchun roza tutdim, birorta bir inson bolasiga gapirmayman deb ishora bilan tushuntiring dedi. Demak, rozani so'zdan tiyilishlik rozasi ham bor ekan, birodarlar. Ya'ni Kalam ibn Adam alayhi lahu dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasini og'zidan chiqqan har bitta gap o'zini ziyoniga hujjat dedi. Har bitta gapimiz ziyonimizga hujjat. Faqat zikr, Qur'on bo'lsa foydamiz bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, mana Abu Zar G'iforiy, "Ya Rasululloh" deydi. Hali biz gapirib qo'ygan gapimiz bilan ham hali hisob-kitob qilinamizmi? Gapirib qo'ygan tilimiz bilan do'zaxga tushib ketishimiz mumkinmi dedi. "Ey Abu Zar, onangiz yo'qotib qo'ysin siz" dedi. Odamlarning ko'proq qismi tili tufayli do'zaxga tushib ketishligini bilmaysizmi dedi. Subhanalloh, Alloh taolo qodir zot hamma a'zoyimizni ishlatsak charchaydigan qilib yaratgan ekan-u, shu tilimizni endi shu tinmasdan ishlaydigan tilimiz yo tinimsiz savob manbai bo'lishi mumkin ekan, yoki tinimsiz gunoh manbai bo'lishi mumkin ekan. Maryam onaga shu tilingizni tiydim, bugun gap gapirishlikdan roza tutdim deb odamlarga ishora bilan tushuntiring deydi. Haqiqatan Maryam ona ana shu qo'lidagi Iso alayhisalom bilan kelgan paytda Banu Isroil ma'lumot qilishlikni boshladi. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya. Maryam, u hech kim qilmagan ishni qilsan u. Axir erga tegmasdan, bir turmush qilganingni e'lon qilmasdan shunday ish qilasanmi? Ya uxta Harun, Harunning singlisi deydi. Harun deganda bu yerda ana shu Musa alayhisalomning akasi Harunni tushunmaslik kerak. Banu Isroil bir-birlarini payg'ambarlarning ismlarini atab, laqab singari kunyalab aytishar edi. Palonchining ukasi, palonchining akasi degandaqa. Ba'zi rivoyatlarda Harun degan akasi ham bor deyiladi, lekin rivoyatda rojihrog'i, to'g'rirog'i ana shu Harunga o'xshab ibodatda zo'r bo'lgan ey Maryam, axir hech kim qilmagan ishni qilib qo'yibsan u. Shunda ma kana abuki imro sawmin ma kanat ummuki baghiya. Otangiz yaxshi odam edi-yu, Imron ana shu Baytul Maqdisdagi rohiblarning eng katta raisi edi. Onasi ham taqvodor edi Maryamni. Otang ham yaxshi odam edi, sen o'zing ham yaxshi odam eding. Ha bu seni qilgan ishing umuman yarashmaydi ularga. Shunda Maryam ona Alloh taolo buyurgandek gapirmadi. Qo'lidagi yoki ana shu beshikdagi chaqaloqqa ishora qilib, fa asharat ilayh qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Shundan so'raylar deb qo'li bilan ishora qilganda tushunishdi. Va aytishdiki, ha beshikda yotgan, hali gapirish yoshi yetmagan go'daydan nimani so'raymiz dedi. Shunda Alloh taolaning yana bitta mo'jizasi sodir bo'ldi. Mana tarixda 3 ta chaqaloq ana shu emizikli holatda turganda gapirganligi haqida ma'lumotlar bor. Bu bittasi Ashobul Uhdud, ana shu zolim podshoh o'zining qavmida iymon keltirgan mu'minlarni katta chuqur kavlab, o't yoqib shular ustiga irg'itayotgan paytda qo'lida emizikli bolasi bilan bir mu'mina ayol bo'ladi. Chuqurga borib tashlamoqchi bo'lgan paytda, orqaga bir chekingan paytda qo'lidagi chaqaloq gapiradi. "Ona, irg'ing, albatta siz haq ustasiz" deydi. Irg'ib tushib ketadi. Bu Buruj surasida keladi. Ashobul Uhdud, chuqur egalari. Ikkinchi gapirgan chaqaloq bu Iso alayhisalom, Yusuf alayhisalom qissasidagi chaqaloq. Ana shu vazirda xotini Yusuf alayhisalomning ko'ynining orqasidan osilib turgan paytda vazir kirib keladida, kimi bu yerda nohaqligini aniqlashlikda ana shu narigi xonada yotgan chaqaloq guvohlik beradi. Agar ko'ynaga Yusufni oldidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf nohaq, agar orqasidan yirtilgan bo'lsa, seni ayoling nohaq. Bu ikkinchisi edi. Uchinchi gapirgan chaqaloq mana Iso alayhisalom. Ana shu beshikda yotgan yoki yo'rgada bo'lgan chaqaloq so'zga kirib, "Qola inni abdulloh." Men Allohning bandasiman dedi. Ana yerda o'tirgan hamma Banu Isroil jim eshitdilar. Yosh bola gapiryapti. Shunda mana Maryam surasida keladi, "Qola inni abdullohi atanil kitaba va ja'alani nabiyya va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis solati vaz zakati ma dumtu hayya va barran bi walidati va lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ubathu hayya." Men Allohning quliman
Alloh menga kitobni ato etdi va meni payg'ambar qildi. Va men qayerda bo'lsam muborak qildi va namozni, zakotni modomiki tirik ekanman qoyim qilishimni Alloh taolo vasiyat qildi. Onamga mehribon bo'lishni vasiyat qildi. Shaqiy jabbor bo'lmasligini vasiyat qildi. Men tug'ilgan kunda va men o'ladigan kunda va qayta tiriladigan kunda menga salom bo'lsin dedi. Mana Yahyo va Iso alayhissalom bir uchrashib qolgandagi tavozusini eslaylik. Yahyo alayhissalom aytdi: "Ey Iso, duo qiling. Menga istig'for ayting, albatta siz mendan yaxshisiz" dedi. Iso alayhissalom aytdi: "Yo'q, siz istig'for ayting menga, siz mendan yaxshiroqsiz, chunki Alloh sizga salom aytdi, men o'zimga o'zim salom aytdim" dedi. Mana meni tug'ilgan kunimda, o'ladigan kunimda va qayta tiriladigan kunimda salom bo'lsin dedi. Endi Yahyo alayhissalom haqida vassalamu alayhi, Yahyoga Allohning salomi bo'lsin, tug'iladigan, o'ladigan va mana o'tgan safar aytdik, nimaga Alloh taolo mana shu 3 ta holatda salom aytayapti? Chunki insonda eng Allohning salomatiga, Alloh taoloning rahmatiga muhtoj bo'ladigan eng zaif holati mana shu 3 ta holat. Tug'ilgan paytda zaif bo'ladi, jon chiqayotgan paytda zaif bo'ladi, Alloh rahmat qilmasa kofir bo'lib ketishi mumkin bu holatda. Va qayta qiyomat kuni tiriladigan paytda Allohning salomiga, rahmatiga muhtoj bo'ladi. Zalika Isa ibn Maryam qawlul haqqi alladhi fihi yamtarun. Ana u Iso alayhissalom deydi Alloh taolo. Ana shu Iso shunday qilyapti. Iso o'tgandan keyin haddidan oshdi nasoralar. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alloh taolo o'ziga farzand tutishlikdan pok, behojat zotdir. Agar bir ishni qazo qilsa, unga bo'l deydi, bas shu ish bo'ladi. Va innalloha robbi va robbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Oxirgi oyatga e'tibor bering. Albatta Alloh meni Robbim va sizlarning Robbingiz, mana shu to'g'ri yo'l, Allohning o'ziga ibodat qilinglar. Iso alayhissalom Alloh meni Robbim deyapti, otam demayapti. Mana davomida keladi, qachon bular ota deyishni boshladi nasoralar. Iso alayhissalomning tug'ilishiga mana shunday mo'jiza bilan sodir bo'ldi.